Birgalikda kitob o'qish ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi. Bu birgalikda televizor ko'rish va telefon tomosha qilishdan ancha yaxshi hisoblanadi. Ota farzandi bilan birga kitob mutolaa qiladigan bo'lsa, bolaga yetkazib berish usulini biladi. Nima uchun biz katta momolarimizni, buvilarimizni yaxshi ko'rardik? Chunki ular bizga ertaklar aytib berishardi yoshligimizda, kitoblar o'qib berishardi. Ota-onamiz bizni so'kishsa ham yoki jazolamoqchi bo'lsa ham, shu buvilarimiz oldiga, momolarimiz oldiga yashirin olardi. Televizorda bir ma'lumotni ko'rayotgan bo'lsa bola, u ma'lumotni o'zi tushunmagan joyini so'ralmaydi televizordan yoki telefondan. Shunaqa ekan deb ketaveradi. Yoki u kuzatayotgan yosh bolami, kattami, jahldormi, hali yaxshi rivojlanmaganmi, u televizorga axborot uzatuvchiga farqi yo'q. Ammo ota-ona farzandiga qaysi yo'l bilan yetkazishlikni yaxshi biladi. Uni fe'lini biladi, uni kayfiyatini biladi. Farzand qancha ota-onasi bilan ko'proq muloqot qilsa, ota-onadan sir yashirmaydigan bo'ladi. Sirini ochiq ota-onasiga aytadigan bo'ladi. Bugungi olimlar izlanishlari shuni ko'rsatadiki, qancha ota-onasi bilan ko'p muloqot qilgan va birga ko'p kitob mutolaa qilgan bolalarni maktab darsliklarini o'zlashtirishi ancha oson bo'lar ekan.